Assalomu alaykum. Sizlar bilan xirurg proktolog Sherifman. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz yarali kalitda ishlatiladigan dori vositalarni, masalan, svecha qachon ishlatiladi, tabletkalar qachon ishlatiladi, shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Xullas, yarali kalitga ta'sir qiladigan dorilar bular sulfasalazin yoki salofalk yoki mesakol. Bu birinchi navbatda beriladigan dori darmonlar. Ular foyda qilmasa, demak gormon beramiz, prednizolon. Undan keyin immunodepressantlar beriladi. Uchinchi guruh dori darmonlari hozir yaqinda chiqqan tofatsitinib degan dorisi chiqqan. Bu tofatsitinib hali O'zbekistonda endi kirib kelyapti. Ko'p ishlatilgani yo'q. Biz ham hali endi boshlayapmiz. Mana shu 3 xil guruh dorilar yarali kalitda foyda qilsa agar ana shu dorilar foyda qiladi. Bo'lmasa boshqa dorilar foyda qilmaydi. Boshqa dorilar hammasi qo'shimcha. Shuning uchun shunga e'tibor berish kerak. Yarali kalit tashxisi qo'yildimi, bemor ana shu 3 xil guruh doridan bittasini qabul qilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, demak uni davolashi noto'g'ri ketyapti degandan darak beradi. Shu dorilar foyda qilmagan holda biz nima qilamiz? Bu operatsiya taklif qilamiz. Ya'ni yo'g'onchakni to'liq olib tashlash operatsiyasini. Xo'p, xullas yarali kalitda xilma-xil dorilar ishlatamiz dedik. Birinchi guruhi shu sulfasalazin, salofalk yoki mesalazin tarkibli dorilar. Bular bazis preparatlar deymiz. Bazis preparatlar ya'ni asosiy preparatlar. Bularni har xil qabul qilish shakllari bor. Svecha ko'rinishida ishlatilishi mumkin, klizma ko'rinishida ishlatilishi mumkin, hamda eng keng tarqalgani bu tabletka ko'rinishida ishlatiladi. Tabletka ko'rinishida ishlatiladi. Tabletka ko'rinishi qachon ishlatiladi? Svecha qachon ishlatiladi? Nima uchun svecha ta'sir qilmaydi? Nima uchun tabletka buyuradi doktor? Shu narsalarga hozir qisqacha aytib o'tib ketaman. Xullas, tabletka ko'rinishda berganida kasallikni og'ir yoki qo'zg'agan paytida biz ikkita tabletkadan 3 mahal beramiz agar sulfasalazin bo'lsa. Salofalk bo'lgan taqdirda ham xuddi shunday ikkitadan 3 mahal. Keyinchalik kamaytiriladi hamda uzoq muddatga yillab qabul qilish kerak, esdan chiqmasligi kerak. Yillab o'z-o'zicha to'xtatilsa kasallik qaytib xuruj bo'lishiga olib keladi. Xullas, mana qo'limda mesakol tabletkasi, bu yaqinda Hindistondan keldi. Mesakol mesalazin tarkibida. Mesalazin uzoq muddat ta'sir qiladigan delayed release tabletka deyiladi. Uzoq muddat ta'sir qiladigan tabletkalar. E'tibor berish kerak, bu pachkasining ichida 150 dona bor. Nima uchun? Chunki uzoq muddat qabul qilinishi kerak bu dorilar. Ko'p vaqt, yillab. Xullas, mesakolni, salofalkni yoki sulfasalazinni tabletkalarni qachon buyuramiz? Buyurishda mana bu yerda sxematik ko'rinishini aytsam, mana ikkita rasm. Bittasida mana bu yarali kalit, mana bu yo'g'on ichak bo'lsa, mana hamma joyida yara bosgan, hamma joyida qizil rangda yara berilgan. Mana bu holat total deymiz yoki hamma joyida yara. Mana bunaqa paytda tabletka berish kerak. Tabletka bermasa, chunki bu og'iz bilan ichilgandan keyin mana bu yerdan ko'rchak boshlangan joydan boshlab ta'sir qilib ketish kerak. Bunaqa holatda albatta tabletka biz buyuramiz. Endi svecha qachon beriladi deganda, mana ikkinchi tarafga qaraydigan bo'lsak, mana ikkinchi tarafida faqat oxirgi qismida yara bor. Bu anal teshikka yaqin qismi. Taxminan anal teshigidan 5-10 sm masofagacha yara bosgan. Kolonoskopiyada aniqlaymiz buni. Yuqorisi toza turibdi. Demak, bunga tabletkaga muhtojligi yo'q. Bunaqa paytda biz svecha buyuramiz. Svecha berganda shu yerda o'ziga ta'sir qiladi. Mana bu mesakol svechasi, bu ham shu mesakol tabletkasidan bittasi, bu ham Hindistondan mahsulot yaqinda keldi. Mana bu svecha berganda faqat shu yerda o'ziga ta'sir qiladi, sistemaga ta'sir qilmaydi-yu. Yaralarni bitkazishga ta'sir qiladi. Bunaqa holatda tabletkaga bu bemorimiz nima emas, muhtoj emas. Shuning uchun bularga tabletka bermaymiz. Ayrim payt bo'ladi, vrachlar mana bunaqa hamma joyda yara bo'lgan paytda svecha buyurishi mumkin. Svecha berganingizda esdan chiqmasin, svecha faqatgina 10 sm gacha ta'sir qila oladi. Undan yuqorisiga o'tmaydi svecha.
Switchga ta'sir qilmaydi 10 santimetrdan yuqoriga. Bunaqa paytda albatta tabletga berilishi kerak. Tabletga berilmasa, faqat switchani o'zi berilsa, yuqoridagi yaralar qolib ketadi, kasallikdan naf bo'lmaydi. Yana opsioniyada qo'shimcha ma'lumotlarni qoldiraman. Rahmat.